Assalomu alaykum. Bugun 8-mart sanasi 2026-yil. Buxoro viloyati madaniyat dachasida biza. Mana bu uzunzo'rimiz. Biz ishni boshladik. Halamchadan ko'chat qilish jarayon boshlandi bizada. Ekish jarayoni ham boshlandi. Mana sxema qilib, iplarni tortib. Mana bular hammasi yangi sortlar. Mana shu yerdan boshlab kelyapmiz, bir boshdan. Mana xudo xohlasa mana shu yerda sxema qilib yangi ko'chatlarni ekamiz. Mana bu yerda ish jarayon boshlangan. Qalamchalarni kesish, tomirlatish jarayoni. Nima sortlar bor ekan bu yoqda? Aslında sami знаменитый avatar, keyin arra sortlarda 4 xil, 5 xillarda 36, 30, 15, Kyoho yaponskiy sortlardan, keyin Etude sami знаменитый sortlardan. Ancha sortlar bor, shu hammasi endi zagotovka qilyapmiz-da asosda. Mana bu yoqda kesilib qo'yilibdi. Hammasi o'sha qalamchalar. Mana qalamchalarimiz bor. Mana bu yoqda kesilmaganlari bor. Mana bu yoqda suvni tayyorlab, karnivinli suvni. Mana shu hovuzchaga. Shunga keyin qo'yamiz yarim sutka. Mana bu yoqda ham qalamchalarimiz bor. Mana bu yoqda ham bor. Hammasi yangi sortlar. Mana bu yoqda ham bor. Mana bu yoqda baklarda ham bor. Xullas, mana shularni nima qilamiz? Keyinchalik mana bu yoqda ko'chatlarni keyin mana bu yoqda ekamiz, xudo xohlasa. Mana shu joylarda mana iplarni tortgan, yerni traktor haydagan o'sha. Xudo xohlasa mana shu yoqda qilamiz. Keyingi yilga mana bu yoqni mo'ljallayapmiz o'sha. Mana shu yoqlardan o'tlarni buzib, keyin nari yoqda bo'lishi mumkin. Mana yuqorida o'sha shpallalari bor, xudo xohlasa. Shu yoqni ham keyingi yilga rejalayapmiz. Hozircha bu yil mana shu yoqlar. Mana shu yerda ekiladi. Sotiladigan qalamchalar, ko'chatlar hammasi shu yerda bo'ladi, xudo xohlasa. Mana bu ishlar o'sha jarayon boshlandi. Mana shu yerda iplar tortib, nari yoqgacha. Mana shu polnisi nima bo'ladi, xudo xohlasa. Yangiliklar xudo xohlasa kelajakda bo'lishi kerak, nasib bo'lsa, xudo xohlasa. Biz faqat izlanishda harakat qilyapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.